Assalomu alaykum. Web dasturlash onlayn ta'lim platformasiga xush kelibsiz. Sizlar bilan frontend bo'yicha ketayotgan kurslarimiz davom etadi va bugun frontendning CSS qismi, ya'ni CSS Cascading Style Sheets shuni bo'yicha dars. Frontend bo'yicha esa 25-dars. Bugun dars kechirasiz 26-dars. Bugun 26-darsda sizlar bilan nima o'tamiz? Bugun nimalar o'tiladi? Xo'p, bugun sizlar bilan horizontal menu, display block, head va line head shular haqida o'tamiz. Va albatta CSS da o'tgan kodlarimizni bugun amaliyotda qo'llaymiz. Sababi shuncha ko'p kod o'rganyapmiz. Bularda avval yaxshi tushuncha hosil qilib oldik nimaligini, endi ularni amaliyotda qo'llashni boshlaymiz bundan buyog'iga darslarimizda. Ya'ni bundan buyog'iga darslarimizda yangi kodlarni o'rganaveramiz. Eski kodlar bo'yicha amaliyot bo'lib har kuni qaytarilaveradi va bular sizlarga ancha ko'nikma hosil qiladi. Xo'p, unday bo'lsa, demak, boshladik. Mana tayyor qilib ochib qo'yganman index.html style.css qilib, lekin bog'lab olmayapman. Style'da link style.css Ctrl+S qilib saqlanib qildim. Va albatta birinchi qiladigan ishim bu body. Asosiy qismiga rang berib olaman. Background color bo'lsin silver har doimgidek. Ctrl+S. Buni berib olganim sababi ko'pchilik boshida xato qiladi, ya'ni style.css da ulanmasdan xato qilib qo'yadi va shuncha kod yozadi. Bu kodi brauzerda ishlamaydi. Shuning uchun albatta sizlarga maslahat berardim, boshida stilni ulab oldinglarmi, bodyga biror nima berib ko'ringlar. Shunda bilasizlar, ya'ni ulangan yoki ulanmagan. Mana ulangan ishlayapti. Xo'p, demak endi kodlarni yozib boshlasam bo'ladi. Bugun sizlar bilan horizontal menu emas, vertikal menu o'tamiz ekan. Horizontal deb ozgina adashdim. Horizontal menyuda keng darsga o'tamiz. Ya'ni galochkalar bilan Ctrl+S. Vertikal menu bugun. Xo'p, vertikal menu ya'ni tepadan pastga qanday qilib qo'yishimiz mumkin? Buni shundayligicha qo'yib qo'ymaymiz, albatta unga stillar berib, ranglar beramiz. Xo'p, uning uchun albatta men UL ishlataman. Va UL ichida li bo'ladi. Ya'ni bitta UL katta tegan ichida li bo'ladi. Li eng ko'p tag bu yerda turadi va bu yerga bosh sahifa yoki bo'lmasam keling inglizchada yozib ko'raylik, sababi bizlar ko'rinadi. Home oops about service contact Ctrl+S. Aynan mana shularni yozib oldim. Endi bularni brauzerda ko'ramiz qanday holatga kelgan. Mana ko'rib turganlaringlardek bedoshlarimiz qatnashib qolibdi. Hozir hal qilamiz. Va menimcha bo'ldi. Ctrl+S. Nimaga bu chiqib qolyapti? Bu yerda ikkita ketib qolgan ekan. Ctrl+S. Mana to'g'rilandi. Ko'rib turganlaringlardek, mana bunday menyu hosil bo'ldi. Buni albatta menyuda o'tganmiz oldin. Lekin biz veb-saytlarda menyularni bu holatda ko'rmaymiz. Ya'ni menyular boshqa holatda bo'ladi. Ya'ni tagida bunaqa dekoratsiya bo'lmaydi va mana bunday narsalar, galochkalar bo'lmaydi. Shularni biz CSS yordamida yo'qotamiz. Uning uchun nima qilamiz? Albatta uning uchun CSS da text decoration birinchi bo'lib UL beraman. Ya'ni shu yerda e'tibor bering, ketma-ketlikka UL birinchi UL tegimiz kelyapti va shu UL ga men list style beraman. List style
o'tganmiz bu kodni. None. Ya'ni hech qanday list style kerak emas bizga. Shu sabab uni o'chirib qo'ydim. Mana bunday list styleimiz o'chib ketdi. Xo'p, endi keyingi qiladigan narsam bu ul_lia. Mana shuni ketma-ketlikda yozamiz. Ya'ni ul kelyapti birinchi tag, ul tag ichida li tag ichida a kelyapti. Anchor tag kelyapti. Endi shularga birin-ketin stil berib ketamiz. Text decoration bu ham nima bo'ladi? Sababi mana bu tagdagi chiziqchalar menga kerak emas. Mana olib tashladim. Text decoration none yordamida. Xo'p, endi bunga font family beraman. Font family bo'lsin Georgia yoki Times New Roman yoki bo'lmasam serif Ctrl+S. Sal o'zgardi nisbatan. Bular CSS da o'zini ichida bor. Biz keyinchalik kattaroq maketlar yig'ayotganimizda, maket yig'ishni boshlaganimizda font familylarni internetdan tortib olib, stilga, CSS ga ulab olamiz ularni. Shu yordamida kerak. Endi bu yerda men background color beraman bunga. Bu yerda yopmabman. Background color beraman bo'lsin, mana greenni sal boshqacharoq. Ctrl+S. Mana bunday holatga keldi. Green masal qorani sal boshqacharog'i. Xo'p, va bu yerda endi ichi bu yerda menyularimiz g'alati bo'lib o'tirmadi. Shu sababdan bunga oq beraveraman. Ctrl+S. Mana sal nisbatan chiroyliroq ko'rinishga keldi. Endi display block ishlataman shu yerda. Display block ishlatganim sabab mana bunday shunday egallab oladi mana shu yerda. Ko'rdinglar-a? Display block egalladim. Ya'ni bitta blokda display o'zi to'liq egallab oldi. Bunday qilishimiz sababi menyu yaratganimizda menyuning yoniga mana bu yerga biror narsa avtomatik o'zi qo'yilib qolmaydi va buning yordamida men menyum necha width, ya'ni eni necha bo'lishini belgilab olishim mumkin. Misol width beraman bunga. Width 80 piksel bo'lsin. Ctrl+S. Mana ko'rganlaridek chiroyli holatga keldi. Ya'ni bu display block bitta blokning ichida turibdi bular. Chiqib ketib qolmaydi hech qayoqqa. Kichiratirsam ham mana boshqa qilsam ham turaveradi shunday. Shu sababdan display block ishlatdim. Display block aynan bizga shuning uchun kerak bo'ladi. Xo'p, endi bunga margin beraman, ya'ni hamma tarafidan 5 pikseldan. Undan ham tepadan ham, pastdan ham, chapdan ham bersam, bu ochiladi. Mana margin berdim, bu ancha ochilib chiroyli holatga keldi. Va bu yerda padding beraman. Ya'ni padding ham hamma tarafidan bo'lsin 10 pikseldan. Ctrl+S. Mana ko'rganinglardek, sal menyuga o'xshadi veb-saytlarda ko'radigan. Padding beradim bo'lgan. Va endi men text elegant o'tganmiz. Text elegant beraman, ya'ni ichidagilar ana home, contact, aboutlar centrob bo'lsin. Ctrl+S. Ko'rganlaridek centrob bo'ldi. Bu center text elegant ondan chapdan o'lchaydi faqat. Tepa pastdan center o'rnisini render domenni ko'rib turgan bo'lsa, tepadan sal avtomatik o'zi tushib ketib qolgan. Endi shuni yana ham o'rtaroqqa zo'r ko'rinishga olib kelishimiz uchun biz birinchi height beramiz. Height beramiz 20 piksel, 25 piksel beramiz. Misol 30 piksel bersiz ham bo'laveradi. Negadir 25 piksel menga yoqdi. 25 piksel bergim keldi. Endi shu 25 piksel bo'lgani uchun men line height bersam bunga 25 piksel. Height bilan line height farqi, bu height faqat bo'yini o'lchasa, line height oralig'idagi masofasini o'lchaydi. Mana ko'rganlar sal pastga tushdi, yana ham, ya'ni любой tarafdan qarasangiz o'rtada turibdi, rostakamiga. Absolyutni o'rtada deb hisoblanadi bu. Aynan veb-sayt yaratganingizda har bitta razmerlar to'shni olinishi bu juda muhim hisoblanadi. Shunda veb-saytingiz ham chiroyli chiqadi. Endi men border radius o'tdik.
o'tgan darsda border radius beraman bunga 5 piksel. Yana ham berib yuboraman yoki bo'lmasam sizlarga ko'rinishlik uchun Ctrl bosasiz. Va mana yana ham avayning ko'rinishida bo'ldi. Ko'rib turganingizdek chiroyli holatga keldi menyu. Ya'ni mana shu menyu bo'ladi bu yerda ma'lum rasm bo'lishi mumkin, orqa fonida to'liq bu yoqda veb-saytlar ketaveradi, shunaqa bo'lib yaratilib, terilib. Endi sizlarga uyga vazifa bo'ladi nima? O'tgan darsda hover o'tdik. Mishkani olib borganimda mana shuni ranglari o'zgarsin. Misol background color qizil o'tib qolsin, mana bu ko'k o'tib qolsin yoki chiroyliroq boshqa rang, bir-biriga mos tushadigan rang berib ko'ring. Ya'ni mishkani olib borsam ranglari o'zgarsin. Albatta transition ham ishlating, birdan emas, sekinlashtirib o'zgaradigan qilib dekorativni chiqsin. Vazifa shu sizlarga hover yordamida aynan mana shuni o'zingizlar qilishga harakat qilib ko'ring. Ya'ni orqaga background image qo'ying, boshqa narsalar qilib chiroyli holatga keltirishga harakat qiling. Bugungi darsimiz albatta yoqqan bo'lsa bundan xursandman. Agar bizni YouTube orqali tomosha qilayotgan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Telegram orqali obuna bo'layotgan, ko'rayotgan bo'lsangiz ham albatta komment qoldirishni unutmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.